Bu qirg'izistonlik Mirkomil. Bu esa tojikistonlik Azizbek. Ular Namanganda bo'lib o'tayotgan birinchi xalqaro avtofestivalda ishtirok etishmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralar yopiqligi qahramonlarimizning ekstremal avtosport qiziqishlariga to'sqinlik qila olmadi. Ular festivalga o'zlarining sevimli mashinalarini olib kelishgan. Mercedes S-Class 220 ni 222 qilib yasalgan mashina. 5 litrlik объем dvigateli. Shu bilan qatnashyapti shu yerda. Biz bunga shu mashinani motorini solgan. Bu ham Mercedes. Polo Ramni. Buni most, korobka, old-orqa mostlari hammasi nemetskiy. Azizbekning aytishicha, chegaradan o'tish osonlashganidan so'ng yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. U festivalga yana hamkorlar va do'stlar izlab kelgan. Shu narsalar bilan mana kelib hozir vizitkalarini oldim, shu yerda bolalarni, gap to'g'risi, telefon nomerlarini oldim. Endi gaplashib shular bilan xudo xolasa hamkorlik qilamiz. Intercooler qo'yilgan. Mirkomil esa O'zbekistonda ekstremal avtosport musobaqalarida bir necha bor ishtirok etganini, bu festival birinchisi ekanligini aytadi. Birinchi bu yoqqa qatnashib, Piskentda o'tadigan yo'l tanlamaslar musobaqasiga ham qatnashamiz. Chegaralardan osonlik o'tyapmiz. Oldin men ham kelardim bunaqa musobaqalarga, lekin juda qiyin bo'lardi. Oldingidan ko'ra ancha yengillik bor. Shuning uchun biz Toshkentgacha borib musobaqalarga mana mashinalarimizni tayyorlab olib kelib qatnashyapmiz. Festivalda tog'li hududlarda qatnashadigan va mahalliy avtomobil ishqibozlari tomonidan qayta ishlangan va oddiy avtomobillardan poyga uchun super avtomobillarga aylantirilgan 500 dan ortiq avtomobillarni ko'rish mumkin. Sovet avtomobilsozlik sanoatining yuzlab eski namunadagi avtomobillari ham bor. Avlodga qolgan mashina. Opaqam Rossiyaga borib kelganlar bu mashinada. Hamma narsa o'ziniki. 60 ming dollar narx berishgan. Sotmagan. Avtomobil ixlosmandlarining fikricha, odamlarni birlashtirgan bunday xalqaro tadbirlar ko'proq bo'lishi uchun mintaqa davlatlari hamjihatlikda yashash kerak. Hozirda Farg'ona vodiysi xalqlari o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib bormoqda. Mirkomil O'zbekistonga qilgan sayohatlari davomida bunga ko'p bor guvoh bo'lganini aytadi. Qirg'izistondan o'tdim, neytralkadaman, O'zbekistonga hali kirganim yo'q. Spleniyam yo'qolib qoldi. Eplab Andijongacha minib keldi. Bolalar kelib, Mercedes motor, Mercedes Spleniyalarga Laset deydigini qo'yib, yurgizib chiqarib yuborishdi. Rahmat. Keyin nech pul bo'ldi aka desam, mehmon ekansiz, ketavering dedi. O'zbek, qirg'iz, qozoq, tojik maza qilib yashaymiz. Prosta tashqaridan birov bizni haligi urishtirmasa, biz o'zimiz bilamiz, ahil yashaymiz o'zi.